Angliya parlamentining Tashqi ishlar komiteti 15 dekabr atalmış Şinjan tutib turish lagerlari nomli guvohlik yig'ini o'tkazib, Xitoyning Uyg'ur jazo lagerlari majburiy emgak, Angliya korxonalarining Uyg'ur majburiy emgakidan foydalanishining qandoq oldini olish, tashqi dunyodagi Uyg'ur musofirlarining ahvoli, Uyg'urlar uchrayotgan vahshiylikning oldini olish mexanizmini qandoq kuchaytirish qatorliq masalalarni muzokara qilgan. Angliyaning Osiyo ishlariga mas'ul davlat ishlari ministri Nigel Adams parlamentda ba'zi kiyim-kechak markalarining vositalik holda majburiy emgak kuchi ko'rilgan rayonlarda o'stirilgan paxtani sotib olganligi to'g'risidagi xabarga baho berdi. Adams mundaq dedi: Sharqi Turkiston va Xitoyning boshqa joylaridagi Uyg'urlarning majburiy emgakiga oid dalil-isbotlar kishini qoyil qildi va bu yo'linishdagi xabarlar kun sari kuchayotdi. Bosh shtabi Washingtonga joylashgan Yerchari siyosat markazi Uyg'urlar haqida doklad e'lon qilib, Sharqi Turkistonda 100 minglagan Uyg'urning majburiy paxta terishga selinganligini o'tirg'a qo'ygan edi. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, 10 dekabr kuni Urumchidagi Pedagogika universitetida Şinjan madaniyat o'zlashtirish tadqiqot instituti qurilgan bo'lib, bu institut Sharqi Turkistonda Xitoy madaniyatini o'zlashtirish qurilishini ilgari surish uchun taklif berish va tadbir belgilash vazifasini o'taydi ekan. Xabarda aytilishicha, mazkur tadqiqot instituti 5 tadqiqot markazi va bir praktika bazasidan tashkil topgan bo'lib, Uyg'ur diyorida Xitoy madaniyatini qanday qabul qildirish va qanday singdirish, Junxo millatlari engini qanday barpo qilish, Xitoy tilini qanday umumlashtirish, bu rayonning madaniyat san'atini qanday tarqitish masalalarini nuqtaliq tadqiq qiladi ekan, hamda buningga munosabatli tadqiqot, maslahat berish, tarbiyalash xizmatlarini olib boradi ekan. Siyosiy kuzatuvchilar Xitoyning bu tadqiqot institutini qurishi Xitoyning irqiy qirg'inchilik, milliy assimilyatsiya siyosatining oliy maktab va tadqiqot o'rinlariga kengayishining bir isboti ekanligini, Uyg'ur diyoridagi madaniyatni yo'q qilib, orqadan nomussizlarcha bu yerda madaniyat yo'q degan bahona bilan Xitoy madaniyatini uning o'rniga dasatmoqchi bo'lganligini tushuntirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo yana bir qatim Xitoy hukumatini keskin tanqidlab, ularning Uyg'urlardagi barliq diniy e'tiqod erkinligini cheklaganligini, shuningdek millionlarcha Uyg'urni lagerlarga qamaganligini, natsistlarning ayni vaqtda Yahudiylarni qirg'in qilganligiga o'xshash qilmish dedi. U bu so'zni 14 dekabrda o'tkazilgan Uyg'un Amerika temisidagi televiziya ziyoratida qilgan bo'lib, Xitoy hukumatining millionlarcha Uyg'urni lagerga qamishi elib kelgan ijtimoiy vayronchilikni 1930-yillardan buyon dunyo ko'rib boqmaganligini alohida ta'kidlagan. Shuningdek, Xitoy hukumatining virusni bahona qilib, Uyg'urlardagi diniy e'tiqod ziyonkashligini yuqori pallaga chiqarganligini yana bir qatim eskartgan. Pompeo yana lager shohidi Sayragulning har juma kunlari cho'chqa go'shi yeyishga majburlaydi degan so'zlarni tilga oldi. Xitoydagi bir dori shirkati Pfizer va BioNTech hamkorlashib ishlab chiqargan Xitoy virusi vaksinasidan 100 million dona sotib olganligini e'lon qildi. Egilanishicha, vaksina sotib olmoqchi bo'lgan Shanghai Fushun dorigarlik guruhi bu yil martda BioNTech shirkati bilan vaksina tadqiq qilish va bozorga selish kelishimi imzolagan. Bu shirkat 50 million dona vaksina uchun 300 million dollar to'laydi ekan. Fushun shirkati chorshanba kuni e'lon qilgan bayonotda Germaniya shirkatlarining Xitoyga 2021-yilning oxirigacha oz deganda 100 million vaksina bilan ta'minlaydiganligi bildirildi. Pfizer va BioNTechdan boshqa AstraZeneca shirkati mo Xitoyga vaksina sotish uchun kelishim imzolagan. Yevropa parlamenti Yevropa ittifoqining 2021-yildan 2027-yilgacha bo'lgan xomchotini tasdiqladi. Bu umumiy summa 1 trillion yevrodan oshadi. Brюsselda o'tkazilgan Yevropa umumiy majlis yig'inida Yevropa ittifoqining kelgusi 7 yillik xomchoti muzokara qilindi. Yevropa parlamenti yana Yevropa ittifoqining mablag'ini qonun bilan idora qilish o'lchami va ittifoqning xomchotga yangi kirim manbasi bilan ta'minlash planini tutashtiradigan yangi mexanizmini tasdiqladi.